Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 7 may Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining raisi Chris Smith organ etkazchilikini cheklash qonun loyihasi to'g'risida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ijroiya direktori Ömer Qanat, qurultay ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harakati tashkilotining boshlig'i Roshan Abbas va Amerika Uyg'ur jamiyatining raisi Alfidar Iltabir qatorliqlar yig'iniga qatnashib so'z qilgan edi. Axborot e'lon qilish yig'ini oxirlashib, uzoq o'tmayla mazkur qonun loyihasi AQSh Avam palatasida ovoz qo'yilib, har ikkala partiyaning qo'llashi bilan mutlaq ko'p ovoz bilan ma'qullangan. Bu qonun loyihasi Amerika prezidentining majburiy a'zosi qurish yoki a'zoyilish maqsadida odam etkazchiligini osonlashtirish qatnashgan shaxslar va tashkilotlarni tekshirib, jazo qo'llanishini talab qiladi. U yana Davlat ishlari ministrligiga munosabatli federal jinoyatlar bilan ayblangan shaxslarning pasportlarini rad qilish yoki bekor qilish huquqini beradi. Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlari organ etkazchiligini cheklash qonun loyihasini kuchli qo'llab, uning Amerika Avam palatasida tasdiqlanganligini qizg'in tabriklashdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur harakati tashkiloti, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Amerika Uyg'ur jamiyatining a'zolari mazkur qonun loyihasining Avam palatasida ma'qullanganligini olqishladi. Qonun ma'qullikdan o'tgandan keyin Davlat Majlisi oldida elib berilgan yig'ilishga qatnashib, mazkur qonun loyihasining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga rolini ta'kidlashdi. Bayonotlar orqali Chris Smith qatorliq Davlat Majlisi a'zolariga rahmat aytdi va Kengash palatasining mazkur qonun loyihasini tez suratda ma'qullashiga chaqiriq qildi. Markaziy Washingtondagi Uyg'ur tadqiqot markazi va Islom hamkorlik tashkiloti Indoneziya yoshlar sho'basi bilan hamkorlashib, Indoneziya xalqining Sharq Turkistonda Uyg'urlarning davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va diniy ziyonkashliklarga bo'lgan tonishini oshirishni maqsad qilgan Indoneziyaning har qaysi shaharlarini aylanib tashviqot ilib berish faoliyatini g'alabalik oxirlashtirgan. Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris boshchiligidagi bu hay'at 28 apreldan 7 maygacha Indoneziyaning har qaysi shaharlarida Indoneziya parlament a'zolari, diniy zotlar, akademiklar, yoshlar tashkilotlarining rahbarlari va universitet o'quvchilari bilan maxsus uchrashish, suhbat va leksiya faoliyatlari ilib borgan. Bu jarayonda Abdulhakim boshliq bu hay'at Indoneziyaning har qaysi shaharlaridagi tashkilot va muhim shaxslar bilan uchrashish ilib berib, Indoneziyaning har qaysi qatlamlariga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va vatanimizning navbatdagi ahvolini tanishtirgan va Uyg'ur tadqiqot markazi tarafidan tayyorlangan tashviqot materiallari va dokladlarni tarqatishgan. 6 may kuni yana Jakartadagi Istiqlol masjidida Abdulhakim Idris Indoneziyaning diniy ishlar ministri va Istiqlol masjidining bosh imomi Imom Nasiruddin Umar bilan ko'rishib, uning diniy ishlar ministrligiga tayinlanganligini tabriklagan va Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan ziyonkashliklari va qirg'inchiligi to'g'risida doklad bergan. Bu tashviqot faoliyati 28 aprel Jakartada boshlangan bo'lib, Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris Jakartada o'tkazilgan yumaloq ustal yig'iniga qatnashib, Indoneziyaning har qaysi ommaviy tashkilotlari va yoshlar tashkilotlarining yosh rahbarlariga Uyg'urlar haqida bevosita tushuncha berib, Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchiligi va Uyg'urlarga diniy ziyonkashlik qilish to'g'risida Indoneziya yoshlarining savollariga javob bergan. Bu yumaloq ustal yig'iniga qatnashgan yosh rahbarlar Uyg'ur xalqini qo'llaydiganligi to'g'risida va'dalar berishgan. Bu qatimliq sayohatning muhim nuqtalarining biri Sumatraning Meydondagi Al-Vashliyah musulmonlar universitetida o'tkazilgan xalqaro suhbat yig'ini bo'lib, Islamofobiya arsida insonlar vahshiyligi va kishilik huquq dafsanchiligi nomli bu suhbat yig'inida 100 dan ortiq kishi qatnashgan bo'lib, Yoshlar partiyasining raisi Astrid Nadia Rizkita ichilish nutqi so'zlab, yoshlarni Uyg'urlar bilan ittifoqlashishga chaqirgan. Suhbat yig'inida Abdulhakim Idris, professor Dr. Hasan Asari, Sumatra Utaraning lektori Dr. Nelvitiya Purba qatorliqlar qatnashib leksiya so'zlagan. Abdulhakim Idris apandi so'zida vatanimizning navbatdagi vaziyatini sharhlab, Xitoyning Uyg'ur kimligi va dinini yo'qotish harakatini tasvirlab, dunyo musulmonlarining ittifoqligini va birlikda taqobil turishni talab qilgan. Professor Asari Islamofobiyaning ideviy yiltizi va Xitoyning diniy bostirish mexanizmi haqida doklad bergan. Doktor Purba islom dushmanligining texmi keng harakatlantirish kuchi va ularning Uyg'ur krizisi bilan bo'lgan munosabatini tushuntirgan. 2022 yildan boshlab Uyg'ur tadqiqot markazi Indoneziyada strategik tashviqot faoliyati olib berib, Indoneziyaliklarning Uyg'ur krizisiga bo'lgan tonishini o'stirish kuch chiqarmoqda.
bu tirishchanlikning bir qismi sifatida Indoneziya tilida Sharq Turkiston va Uyg'urlar nomli kitobcha, Xitoydagi islom dushmanligi to'g'risidagi doklad, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'g'risidagi, bo'libmi bolalarni nishon qilgan yotoqliq maktab sistemasi to'g'risidagi dokladini o'z ichiga olgan, Xitoyning qirg'inchiligini fosh qiladigan materiallarni Indoneziya tiliga tarjim qilib tarqatgan edi. 8 may kuni Chikagolıq kardinal Robert Francis Provest Vatikan Katolik Çerkavining 267 popi bo'lib saylanib, Papa 14 Leo nomini olgan. Bu tarixiy saylam tunji qatim bir Amerikalikning katoliklarning ruhoniy lideri bo'lib hisoblanadigan Vatikanning popligiga saylanishi bo'lib, saylam natijasi Sistina Kapilasining morisidan an'anaviy oq tutunning ko'tarilishi bilan e'lon qilingan. Bu poplik saylamining 2 kunida muvaffaqiyatli oxirlashganligini ifodalagan. 1955-yili 14 sentyabrda Amerikaning Chicago shahrida tug'ilgan Robert Francis Provest Muqaddas Augustin tariqatining a'zosi bo'lib, u 1982-yili rohib bo'lib tayinlangan va 2001-yildan 2013-yilgacha Augustinchilarning oliy boshlig'i bo'lib xizmat qilgan. Uning missionerlik xizmati uni Peruga ilib borgan bo'lib, u yerda 2015-yili Cheklayo episkopi bo'lgan va keyin Peru grajdonligiga erishgan. 2023-yili Papa Francis uni episkoplar dikasteriyasining prefekti va Latin Amerika poplik komissiyasining raisi qilib tayinlagan. Poplik saylami Papa Francisning 2025-yili 21 apreldagi vafotidan keyin chaqirilgan bo'lib, saylamga qatnashish salohiyatiga ega bo'lgan 135 kardinalning ichidan 133 kardinal saylamga qatnashgan. 2 kun ichida 4 qatimliq ovoz berishdan keyin kardinal Prevost zarur bo'lgan 3 dan 2 ko'p sonliq ovozga erishib pop bo'lib saylangan. U 14 Leo ismini tanlab 1878-yildan 1903-yilgacha xizmat qilgan, 13-Leodan keyingi bu ismni olgan tunji pop bo'lgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşni unutmang. Xeyr xoş.